İstanbul Şişli'de öldürülen Parçalanmış halde bulunan 2026-yilning 24-yanvar kuni Istanbulning Yevropa qismidagi Shishli tumanida sodir bo'lgan voqea ko'pchilikni va mahalliy aholini shokka tushirdi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 19:40 atroflarida chiqindi yig'ish va qog'oz terish bilan shug'ullanadigan Okay ismli mahalliy fuqaro o'zining odatiy ishini qilayotgan edi. U Kuybulg'i ko'chasidagi chiqindi konteynerini kavlashtirar ekan. Uning e'tiborini qora rangli chiqindi qoplar tortadi. Okay o'sha damni shunday eslaydi. Men konteynerni kavlayotgan paytimda qora paketni ko'rdim. Uni yirtganimdan so'ng ichidan qon va inson jasadiga o'xshash narsa chiqdi. Jasad hali ham issiq edi va darhol politsiyaga xabar berdim deb aytadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu voqea butun Turkiya va O'zbekiston aholilarini shokka soldi. Agarda ushbu voqeani to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz, demak videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like bosing, video tagida o'zingizni fikringizni maksimal darajaga qoldiring. Biz esa davom etamiz. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari dahshatli manzaraga guvoh bo'lishadi. Choyshab va paketga o'ralgan ayolning jasadi topiladi. Ammo bu oddiy qotillik emas edi. Jasadning boshi va oyoqlari yo'q edi. Bu professional qotillikni yoki jinoyatni izlarini yashirishga bo'lgan o'ta shafqatsiz urinishga aylantirdi. Voqea joyini o'rab olgan huquq-tartibot organlari keng ko'lamli tergov ishlarini boshlab yuborishdilar. Tergov darhol boshlanadi. Istanbul politsiyasi shaharni qamrab olgan kuzatuv kameralariga birinchi navbatda nazar soladilar. Mobes tizimidan foydalanishga kirishadilar. Ushbu tizim tergovning eng muhim quroliga aylanadi. Politsiya jinoyat joyi yaqinidagi yuzlab kameralar tasvirlarini sinchkovlik bilan o'rganishni boshlaydi. Tez orada ular bir narsaga ko'zi tushadi. 2 nafar shaxs og'ir chomadan va qora paketlarni ko'tarib ketayotganiga ko'zlari tushadi. Ular taksiga o'tirgan va Shishli tumaniga yo'l olishgan bo'lishadi. Ular mingan taksi haydovchisi shunday dedi. Ular chamadon va qora paketlarni mashinaga yuklaganda qandaydir og'ir narsa borligini sezgan edim va ularning gapirishi bir ozgina shubhali tuyuldi. Lekin ichimda shubha bo'lsa ham, chamadonda haqiqatdan ham nima borligini bila olmas edim deb javob beradi. Ular konteynerga tashlab ketgan o'sha chamadon va paketlar ichida marhumaning tana bo'laklari bor edi. Ushbu topilma tergovni bir necha soat ichida ikkinchi bosqichga olib chiqadi. Endi gumonlanuvchilar aniqlandi. Ular 31 yoshli Dilshod Turdimurodov, O'zbekiston fuqarosi va 29 yoshli G'ofirjon Kamolxo'jayev bo'lib chiqishdilar. Ularning har ikkalasi ham O'zbekiston fuqarosi, lekin taksichini aytishi bo'yicha turk tilida erkin gaplasha oladigan insonlar ekanligini aytib o'tgan. Gumonlanuvchilar jinoyat izini yashirib, tezda mamlakatni tark etishni rejalashtirgan bo'lishgan. Ular jinoyat qilishdan bir necha soatlar oldin biletlarni xarid qilgani ham ma'lum bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ular Gruziyaga qochishni maqsad qilgan. Biroq politsiyaning tezkor harakati tufayli ularga bu imkoniyat berilmadi. Jinoyat sodir etilgandan keyin bor yo'g'i 8 soat o'tib, politsiya ularni Istanbul aeroportida Gruziyaga uchib ketishga urinayotgan paytida qo'lga olishadilar. Tergovdagi burilish: bir uyda 2 qotillik. Gumonlanuvchilar hibsga olingach, tergov yanada dahshatli bir yo'nalishga buriladi. Politsiya ular yashagan Umraniye tumanidagi kvartirani tekshirar ekan, bu yerda yana bir mudhish jinoyat sodir etilganligini ishora qiluvchi dalillarni topishadilar. Aniqlanishicha, gumonlanuvchilar Durdona Hakimovani o'ldirishdan bir kun oldin, 23-yanvar kuni uning yaqin dugonasini 32 yoshli Sayyora Ergashaliyevani o'sha uyni o'zidayoq o'ldirishgan. Politsiya bu dalillarni oshkor qilib, birma-bir tergov surishtiruvini olib borar ekan, qotillik paytida qanchalar darajaga vahshiylik bilan ushbu qotilliklar sodir bo'lganini guvohi bo'lib borar edilar. Sayyora 2025-yilning
28-dekabr kuni Rossiya Federatsiyasidan Turkiyaga kelgan bo'ladi va oxirgi marta 23-yanvar kuni dugonasi Durdona Hakimova bilan aloqaga chiqqan bo'ladi va shunda hali ham tergovga noaniq bo'lgan narsalar chiqib keladi. Durdonaning o'limi, ayniqsa sayyora o'limidan keyin sodir bo'lganligi politsiya boshida shunga bog'laydiki, avvaliga sayyorani qotillarini Durdona bilganligi ilg'or surilgan. Kuzatuv kameralari ushbu fojiani birma-bir ketma-ketlik bilan aniq tasdiqladi. Kadrlarda 23-yanvar kuni Sayyora Ergashaliyeva Umraniyadagi kvartiraga kirganligi, uning ortida ikki gumonlanuvchi erkak ham kirganligi aks etgan videosini politsiya ko'rishadilar. Ammo Sayyora ushbu uydan boshqa chiqmaydi. Ertasi kuni 24-yanvar kuni gumonlanuvchilar uyidan bir necha bor qora chiqindi qoplari bilan chiqib ketgani va nihoyat oq chamadonni olib taksida Shishli tumaniga yo'l olishgan. Aynan mana shu chamadonda Durdona Hakimovaning tana bo'laklari bo'lgan. Bu yerda motiv va jinoyat qurollari shundan iborat bo'lgan. Politsiya xronologiyasiga suyangan holda dastlabki tergov natijalariga ko'ra voqealar quyidagicha rivojlangan. 22-yanvar 4 nafar shaxs, har ikki qurbon va har ikki gumonlanuvchi Fotih tumanidagi restoranlardan birida birga tushlik qilishgan. Sayyora Ergashaliyeva G'ofurjon Kamolxo'jayev o'rtasida janjal kelib chiqqan. Bunga asosiy sabablar Sayyoraning O'zbekistonga qaytish istaklari bo'lgan. Tergov jarayonida politsiyachilar mana shu kafedagi videolarni qo'lga kiritishganlar. U yerda yaqqol ko'ringan, lekin biz buni YouTube'ga qo'ya olmaymiz. Tergov olib borgan politsiyani aytishicha, video kuzatuv kameralariga tushib qolgan suhbatda ham G'ofurjon Kamolxo'jayev Sayyoraga bir necha bor o'ldirish bilan tahdid qilgan. Birinchi qotillik 23-yanvar. Mojaro ertasi kuni ular yashaydigan kvartirada avjiga chiqqan. Dilshod Turdimurodov va G'ofurjon Kamolxo'jayevlar birgalikda Sayyora Ergashaliyevani o'ta vahshiylarcha o'ldirishgan. O'ldirishdan oldin Sayyorani deyarli 20 daqiqa mobaynida qiynoq azoblarga solishgan degan joylari ham bor va jinoyat izlarini yoshirish uchun tanani bo'laklarga bo'lib tashlashgan. Ikkinchi qotillik esa Durdona 24-yanvar kuni sodir etilgan. Qotillar Sayyoraning g'oyib bo'lishi, uning dugonasi Durdona Hakimovani shubhalantirishi va u politsiyaga murojaat qilishi mumkinligini tushunishgan va haqiqatdan ham Sayyora Ergashaliyeva jinoyat sodir etilishidan bir necha soat oldin Durdonani ogohlantirib qo'ygan. Shuning uchun ular Durdonani ham o'ldirishga qaror qilishgan. Ular Sayyoraning telefonidan foydalanib, Durdonani o'sha kvartiraga chaqirishgan. Durdona kvartiraga kirishi bilanoq unga hujum qilib, birdaniga o'ldirishgan va xuddi shu shafqatsiz uslubda jasadni bo'laklarga bo'lib tashlashgan. Bu chamadon qotilligida dalillarni yashirishga urinishlar quyidagicha bo'lgan. Har ikkala jinoyatdan so'ng qotillar o'z izlarini yashirish uchun o'ta puxta reja tuzishgan. Ular jasadlarni bo'laklarga ajratishda o'tkir oshxona pichoqlaridan foydalanishganlar. Jasad bo'laklari oldin qora chiqindi paketlariga, so'ngra oq chamadonga joylaganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, har ikkala ayolning jasad bo'laklari tashishda aynan bir xil chamadonlardan foydalanganlar. Ular jasadlarning bo'laklarini Istanbulning turli xil hududlariga tashab ketishgan. Jumladan Fotih va Shishli hududlariga chiqindi konteynerlariga tashlab ketishganlar. Bu ularning jinoyatini fosh etishini qiyinlashtirish va politsiyani chalg'itishga qaratilgan urinish edi. Hozirda gumonlanuvchilar o'ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha ayblanib hibsda saqlanmoqda. Turkiya qonunchiligiga ko'ra, ular og'irlashtirilgan umrbod qamoq jazosi olishi mumkin. Ushbu voqealar Turkiya va O'zbekiston jamiyatida juda ham keng muhokama qilinmoqda. Haligacha bu qo'shaloq qotillik nafaqat O'zbekiston, balki Turkiya jamoatchiligini ham lahzaga soldi. Istanbul va Anqarada minglab odamlar ayollarga qarshi zo'ravonlikni to'xtating va biz o'ldirilgan ayollar uchun adolat talab qilamiz shiori ostida
norozilik namoyishlariga chiqishdilar. Durdona Hakimova va Sayyora Ergashaliyeva Turkiyada mehnat qilib, yaxshi hayot qurish umidida yurgan o'zbekistonlik ayollar edi. Ularning taqdiri ko'pchilikni uyga tortadi. Ushbu video orqali marhumalarning xotirasini yod etamiz va ularning oila a'zolariga sabr-toqat tilab qolamiz. Agar sizda ushbu fojia haqida qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa yoki fikringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qolaversa, butun bir jamiyatimizda bizning ayollarimiz va ojizalarimizni asrab avaylang. Salomat bo'ling, kelgusi videoda ko'rishguncha.